Bir qarasangiz o'sha 4-5tasi bor. Abu Salohdan boshlab Mahmud Abdul Mo'min, Abdulloh Zufar, Sodiq Samarqandiy va shunga o'xshagan bitta ikkita shnaqalar bor. Dik qarasangiz internetda portlataman deydi. Tinmay chiqish qiladi hammasi. Nimaga? Chunki bular zombilarda bular, pultda boshqariladigan odamlar bular. Buni isbot dalillari ham bor. Ikkitasini adashmasam ikkitasini ustozigacha oq qilgan bular. Shunaqa bolalar bular. Bular shunaqa boshqariladigan odamlar bular. Shuning uchun deganim xushyor qaynaylar yoshlar. Palonida po'kinida masalan siz bilan meni va bizdan avvalgi bobolarimiz, ulamolarimiz, shunday ustozlar yurgan yo'lda bugun noto'g'ri deb turib bizni qanaqadir bilimsiz qatlamdi gangi tekani gangiming. Sizga nima deyapti? Shetdagi ahli ilmingiz nima? O'sha Samarqandiy, o'sha Mo'min, Zufar, Abu Saloh shular o'qigan kitoblarni biz o'qimabmizmi? Yo ulamolar o'qimabdimi? Biz nima o'qibmiz? Ximiya o'qibmizmi madrasada? Yo zoologiya o'qib kelibmizmi biz? Faqat ular o'qigan kitobni o'qimaganimiz bor. U nima desangiz, mazhabsizlik asosida yozilgan kitoblar bor bularda. Shularni o'qimaganmiz. Endi agar topa olsam o'qish niyatim bor. Topa olsam o'qish niyatim bor. Sabab ular u kitobda nimalarni yozgan? Qaysi bizi dalilimizga nima dalilda aytgan bular? Xo'p, o'sha arabiyni biladigan odam bo'lsa, xo'p, bizi mazhabimizda yozilgan yo Shofiiyda, yo Hanbaliyda, yo Molikiyda, yo aqidada Ash'ari yoki Maturidiy aqidasida yozilgan kitoblarni o'qisin. Bugun imomlarni, ahli ilmlarni, diniy idorani noto'g'ri deyotgan agar qo'lingdan kelsa o'qi shu kitobni. Agar arabiy ilmiy bo'lsa o'qi. Al-Hidoya kitobini o'qi, dalillarni ko'rasan. I'lo'us sunanni o'qib, boshingdan yog'dirib yuborgan dalilni. Yog'dirib yuborgan dalillarni. Hamma har bitta detalga dalil bor. Liboyga. Shu Sodiq aka shuni tortsa bo'laveradi deyaptimi? Deyapti shu gapni. Men hayron qolaman. Nahotki meni bir tiyinga olmassiz, chetda shu turganlar, mana eshitayotganlar, shu Sodiq akani eshitib vahobiy bo'lib qolgan bolalarda, bular salafiy bolalar Sodiq akalar. Xo'p, meni bir tiyinga olmang bo'pti. Men talaba odamman, bo'pti. Kapeykaga olmang bo'pti, xo'p. Bo'pti, imomingizni kapeykaga olmassiz. Burhoniddin Marg'iloniy shu gapni aytmagan-ku.